Yana metro mavzusiga qaytamiz. Aniqrog'i bu tizimdagi ayrim muammolarga e'tibor qaratamiz. Siz ko'rib turgan mana bu kadrlar Do'stlik bekatiga kirish yo'lagi. Bekatning har ikkala tomonidan tushuvchi zinalarda nogironlar va bolalar aravachasi uchun maxsus yo'laklar yo'q. Bu toifa aravachalardan foydalanuvchilar ushbu bekatga kelganda yo aravachasini ko'tarib olib tushib qo'yuvchi yordamchilar bilan kelishi kerak yoki e'tiborlisi bu kabi metro bekatlari bitta emas, bir nechta. Metrodagi yo'lovchilarning tirbandligiga asosiy sabablardan biri poyezdlar oralig'i intervalining uzoqligi. Yer usti metrosida ba'zan bu interval vaqti shunday uzayadiki, vaqtni ko'rsatuvchi soat siz ko'rib turganingizdek 9:59 daqiqadan so'ng vaqt hisoblashdan to'xtaydi. Shundan so'ng metro poyezdini qancha vaqtdan keyin kelishini bilishingiz uchun telefoningizni vaqtni hisoblovchi dasturini qo'shgan holda bilib olishingiz mumkin. Ba'zida bu holat yo'lovchilar poyezdlardan eng ko'p foydalanadigan vaqtda, ya'ni ishga borish va ishga qaytish vaqtlarida ham sodir bo'lishi mumkin. Mana bu tirbandlik 31-mart kuni 9:20 larda Chilonzor metrosida olingan. Yo'lovchilar ko'pligidan kelgan metro poyezdiga chiqolmayapti va keyingi poyezdni kutishga majbur bo'lmoqda. E'tiborlisi keyingi poyezd ham shunday to'lib keladi. Yo'lovchilar yana keyingisini kutishga majbur bo'ladi. Agar siz ish kunlari soat 7:00 dan 9:30 lar orasida Chilonzor metrosining Paxtakor bekati tomon harakatlanuvchi poyezdiga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shunday tirbandliklar orqali bir nechta poyezdlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Hatto metro poyezdlari oraliq intervali 2-3 daqiqani tashkil qilsa ham. Bu degani yo'lovchilar oqimi oshib borayotgan bu davrda qiyin bo'lsa ham bekatlarni kengaytirish va vagonlar sonini ko'paytirishni taqozo etadi. Biz bugun ayrim muammolargagina e'tibor qaratdik. Maqsadimiz ayb qidirish emas. Mas'ullar yil so'ngida bajarilgan ishlar sarhisobi haqida brifing qilayotganda bu muammolarni ham hal etilganligi haqida ma'lumotlari bilan xursand qilishlarini istadik. Salomat bo'ling.